Assalomu alaykum barchaga, hurmatli gul ishqibozlari. Bugun 3-aprel, haftaning juma kuni. Bugunga kelib xrizantema gullarimizni ko'rsatmoqchimiz. Xo'p, mana buni boshqa agroddan yurib keldik. Mana rangini rang qilib. Hozir shularni stakanga solyapmiz, do'stlar. Mana shunday holatda bo'ladi. Bir dona ko'chat. Mana nash holatini stakanga suqyapmiz. Xo'p, do'stlar, bu holatda ham yerga eksa bo'laveradi. Bu juda beorgul. Ko'klaveradi bemalol. Issiq joylarda ham faqat suvni quyilsa bo'ldi ekilgandan keyin. Endi hozir bizga stakanga zakaz berishgan. Stakanli qilib ber deb Buxoro tarafdan 2000 ta. Shuning uchun har xil rangdan 500 ta 4 xil rangdan stakanga suqtirib beryapmiz. Tayyorlab beramiz stakanga. Xo'p, hozir stakanga solish jarayonlarini ham ko'rsataman. Buni o'zimiz uchun o'tgan safar bir 5-6 kun bo'ldi. Suqib qo'yganman. Mana do'stlar, mana shunday suqilaveradi. Shunday qilib tomiri qaytarilib qolgan bo'lsa, tomirini sindirib tashlanaveradi. Manalar esa 4 kun 5 kun bo'ldi. Mana bular o'ziga darrov kelib qoldi mana. Bularning bitta ikkitasini tomiri ham yo'q edi. Mana shunday bo'laveradi do'stlar. Mana shunday stakanlarni oldin mana bunday teshib olinadi. Keyin esa suqib ketilaveradi do'stlar. Kimga shunaqa xrizantemalar qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Nomerimni ekranga yozib ketaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xo'p, narxini aytib ketayin. Mana shunday bitta ko'chatimiz, mana shunday bir dona niholchamiz 1000 so'mdan bo'ladi. Stakanli qilib beringlar desalar, stakanlaymiz 1,5 so'mdan. Shunaqa do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.